Parrandachilik 7 xazinaning biri. Aholini sifatli parhez go'sht mahsulotlari bilan ta'minlashga bo'lgan mazkur agrar tarmoqda Buxoro viloyati yetakchi hududlardan biri. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan Buxoro parrandachiligi zamonaviy texnologiyalar joriy etilayotgani sabab ishlab chiqarish hajmi yil sayin ortib boryapti. Parrandachilikda Vengriya va Belarus davlatlarining ilg'or tajribalari keng qo'llanilishi hisobiga viloyatda 2025-yilda parranda bosh soni 9.3 million boshga yetkazilib, 616 million donadan ziyod tuxum ishlab chiqarildi. 2025-yilda parrandachilik sohasida umumiy qiymati 161 milliard so'mlik 23 ta yirik loyiha amalga oshirishi natijasida parranda bosh soni 1.1 millionga ko'paydi. Eng muhimi, 1750 nafardan ortiq doimiy va mavsumiy ish o'rni yaratildi. Parrandachilik sohasida viloyatning Jondor tumanida salmoqli tajribaga erishilgan. Buxoro viloyatining Jondor tumanidamiz. Necha asrlar avval mana shu hudud cho'lning sukunatiga cho'mgan edi. Ammo bundan 6 yil avval mana shu yerda katta bir parrandachilik klasteri barpo etildi. Cho'lning sukunati buzildi. Buxoroning Jondor tumani. Bu yerda yangicha hayot, mehnat va taraqqiyot bor. Jondor tumani cho'llaridagi mana bu parrandachilik klasteri muhit uchun noyob hodisa desak mubolag'a emas. Qarang, mana shu qaqrab yotgan hududni obod qilib ishlab chiqarishni tashkil etish katta mehnat, tashkilotchilikni talab etadi. Dastlab yo'l solingan, keyin elektr, gaz tortib kelingan. Mana endi atrof ko'kalamzorlashtirilyapti. Infratuzilma barpo etilgach, 2017-yildan boshlab birin-ketin qad rostlagan parrandachilik fabrikalari respublika aholisini sifatli parhez go'sht bilan ta'minlamoqda. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan tadbirkorga berilgan imkoniyat, mehnat, shijoat cho'lni bo'stonga aylantirdi. Bugun O'zbekistonni butun dunyo ham iqtisodiy jihatdan, ham ma'naviy jihatdan barcha sohalarda rivojlanayotgan davlat sifatida butun dunyo tan olyapti. Islohotlarimiz barcha sohalarda rivojlanyapti. Mana shu jihatdan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti hurmatli yurtboshimiz Shavkat Miromonovichning yangi yil oldidan O'zbekiston parlamentiga, O'zbekiston xalqiga qilgan murojaatida asosiy e'tiborni tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga, yangi ish o'rinlarini yaratishga, kambag'allikni qisqartirishga, asosi inson qadrini yuksaltirishga katta e'tibor qaratildi. Asli jondorlikman. Mana bugun albatta Jondorda tadbirkorlarga juda katta imkoniyatlar yaratilgan. Jondor tumanida tadbirkorlikni rivojlantirishni misoli sifatida mana Yangiobod mahalla fuqarolar yig'ini hududida parrandachilik fabrikasi 200 dan ortiq mana shu qishloq yoshlarini ishga qabul qildi. Bundan xalq xursand, kayfiyati yaxshi. Biz nuroniylar mana shunday davlatda yashayotganimizdan albatta faxrlanamiz. 100 dan ortiq kasanachilarga ham uyda shart-sharoit qilgan, mehnat qilgan. Bugun elda aziz. Lekin bitta O'zbekistonda prezidentimiz boshchiligida bu narsa tadbirkorlarga yaratilgan qulayliklar, shart-sharoitlar, imkoniyatlardan mana shunaqa yoshlarimiz o'rnak olish kerak, tadbirkorlar ko'payish kerak. Ajoyib yangilik. Buxoro viloyatining Jondor tumanida yangi parrandachilik fabrikasi yil boshida o'z ishini boshladi. Bu fabrika 8 ta sexdan iborat bo'lib, Gollandiyaning eng so'nggi parrandachilik yo'nalishidagi texnologiyalar bilan jihozlangan. Hali texnologiyani hidi ketgani yo'q. Bu yerda 280 mingdan oshiq jo'jalar tashlandi va 45 kundan keyin bular go'shtga tayyor bo'ladi. Umuman mana shu fabrikani barpo ettirgan tadbirkor 2019-yildan buyon parrandachilik klasteri bilan shug'ullanadi. Bu fabrika 3-birinchi fabrikada 8 ta sex, ikkinchi fabrikada 10 ta sex va mana shu yangi fabrikada yana 8 ta sex ochilgan. Yiliga 6 million dona mana shunday jo'ja go'shtlari yetishtiriladi. Muhtaram
prezidentimiz biz tadbirkorlarga yaratib bergan imkoniyatlari, faqat tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlagani bizga kuch, shijoat bag'ishlab, mana shu ko'rib turgan cho'lik yettasini fabrika bunyod qilib kelyapmiz. Odatda tadbirkorlar o'sha kichik qadamlar bilan katta pillapoyalarga yetadi. Sizda ham shunaqa bo'lgan, menimcha? Ha, bizda ham shunaqa bo'lgan. Dastlab 2016-yil Rossiya davlatidan migrant bo'lib ishlardik. Rossiya davlatidan kelib, dastlab xonadonimizda 500 bosh tovuq bilan boshlab, 2017-yil qishlog'imiz chetida yotgan tashlandiq bir binoni ijaraga olib, tovuq boqish fabrikasini tashkil qildik. 2018-yil o'sha tovuqlar sonini ko'paytirib, doimiy ishchi o'rnini 10 kishiga yetkazdik. 2019-yil o'zimizni fabrikani qurishni boshladik. Mana shu ko'rib turgan cho'l massivida bu yerlar toshloq tashlandiq joylarda. Mana shu yerdan 2019-yil dastlab birinchi fabrikamizni qurdik. Rossiyada kim bo'lib va qanday ishni qilgansiz o'sha paytlari? Rossiyada ustachilik qilganmiz. Kunlik ishchi bo'lganmiz. U yerdan qaytib kelgandan keyin mana shu ishni boshladingiz-da? Hurmatli prezidentimiz 2016-yil dastlab birinchi chiqargan qarorlari tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'lgan. Men Rossiya davlatida turib, eshitgansiz, Rossiyada turib, eshitib kelib, dastlab xonadonimda, o'z yashash xonadonimda 500 bosh tovuq boqib, sinab ko'rdim-da. Mana shuncha texnologiyalarni keltiribsiz. Hozir sexni ichiga kirib ko'rdik. Jo'jalarni hatto qanday nafas olishi, ularni yemi, suvi qancha kiloga kattarayotganigacha bor ekanda. Qanday mutaxassislarni ishlatdingiz bu yerda? Dastlab juda ham qiynalardik boshida ishlagan paytda, masalan, o'shani havosini tushunmasdik, ventilyatorni noto'g'ri ishlatib qo'ysak, jo'jalarni shamollatib qo'yganmiz, boshqa qilganmiz. Mana Xudoga shukr, hozir yoshlar yetishib chiqyapti, shularga tajriba almashtirib turibmiz. O'zimizdan kattaroq fabrikalar bor, o'zimiz respublikada. Shu yigitlar bilan tajriba almashtiramiz, o'zimiz ishchilarni olib borib mutaxassislarning yonida bir hafta 10 kun tajriba almashib kelyapti. Xudoga shukr, hozir ana yigitlarimiz, qizlarimiz ancha ko'nikma, bilimga ega bo'lishdi. Qilsa bo'lar ekan demak. Qilsa bo'ladi. Dastlab shu 10 ta ishchimiz bor edi 2019-yil deyapsiz. Bugungi kunda katta fabrikada qancha ishchilar ishlaydi? Bugungi kunda 200 dan ortiq ishchi ishlaydi. Hammasi mana shu qishloq atrofida. Mana shu o'zimiz hududdan, o'zim qishlog'imdan, o'zimiz mahalladan, boshqa tumanlardan ham bor. Bir yilda biz hozir ana bu fabrika bilan 6 million dona jo'ja chiqarib, uni boqib, ob'yomimiz 15 ming tonnani tashkil qiladi. Mana shu go'shtni hozir faqat O'zbekiston bozorida sotyapmiz. Parrandachilik 7 xazinani biri deb bekorga aytishmagan. Men shuni 7 xazina birligiga ishonch hosil qildim desam bo'laga bo'lmaydi, chunki men kechagina 2016-yil Rossiyadan bir o'zini kunni bozor ko'rib, o'zini aravasini bozor torta olmay turgan bir yigitdan qo'lda 200 dan ortiq ishchisi bor tadbirkorga aylantirdi. Masalan, mana muhtaram prezidentimiz mana shu tadbirkorlarga yaratib bergan imkoniyatlari, qilgan mehribonliklari, mana bu yil 2026-yil qishloq xo'jalik sohasiga mana soliqda juda katta imtiyoz berdilar. Bu ham bir yengillik. Bu ham bir yengillik. Yetishib kelayotgan yoshlarga nima deyman? Faqat ilm bilan mehnat qilsa, hech qachon natijasiz qolmaydi. 22 milliard so'm sarmoya evaziga qo'shimcha 500 ming boshga mo'ljallangan parranda boqish fabrikasining ishga tushirilishi jondorliklar uchun yangi ish o'rinlari yaratib, aholi turmushini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Rossiyada ishlab yurdim. Bu yerdan aytdilarki, uydagilar ish bor deb, ki shu yaqinimizda bo'lasan, oila bag'rimizda bo'lasan deb aytdilar. O'sha uchun Rossiyadan beri keldim. Chunki sababi yo'qda patent bor. Kvartiraga pul berish kerak edi. Rasxod sherdagi pul bilan tenglashib qolibdi-da, uyga jo'natadigan pul. O'sha uchun sherga keldim. Hozirda berdagi sex oldin ham ishlab ko'rganman tovuqxonada. Oldingilarga nisbatan bu tovuqxona qanday desam, ishi yengil, lekin mas'uliyatli ish. Tovuqlarga qarab, ularning yem, donini, hammasini texnologiyasi o'zi yangilangan ekan. O'sha uchun nazorat qilib turaman. Niyatim bu texnologiyani yaxshi o'rganib, oliy o'quv yurtlariga topshirib, yaxshi injener bo'lishga harakat qilaman. Oylik maoshlari qanaqa bu yerda? Oylik maoshlari boshda 4 milliondan boshlanib, shu 7-8 milliongacha boradi. Yildan buyon ishlayman. Meni ishim faqat
shu tovuqlarni nazoratiga qarayman. Jo'jalarga. Jo'jalarga. Endi mana ilgari parrandachilik sexlari biroz bir chiqindisi ko'p bo'lgan ish bo'lardi, bir sal Qo'l mehnati ko'p. Qo'l mehnati ko'p bo'lardi. Bu yerda yangi texnologiya, mana shuni top toza, yorug' bo'lib turibdi-da, mazza qilib ishlayotganingiz siz. To'g'ri, mazza qilib ishlaymiz. Mana don, suvi, hamma narsasi texnikada keladi, faqat biz shu nazorat qilib turamiz. Jo'jalar qayerga to'plangan. Oyligimiz oyma-oy beriladi, 4 million. Yana ishimizga qarab ko'tarilib boradi. Bu yerda o'sha krugosutka menimcha ishlanadi. Smena bilan. Smena bilan ishlaysizlar. Smena bilan. Siz shu atrofda yashaysizmi shunda? Ilgari nima ish qilgansiz? Ilgari uyda o'tirgansiz. Uyda o'tirganman. Keyin bu ochilgandan keyin ochilgandan keyin bera kelganman. Endi mana hozir o'zingiz mustaqil pul topyapsiz. Bir ancha yillik bo'lgandir ayol kishi. Bolalarga, shu oilaga, nevaralarga yordam bo'lsin deb kelganman. Fidoyilik bilan boshlangan ish natija bermay qo'ymaydi. 500 ta tovuq bilan boshlangan ish klaster darajasiga yetdi. 2020-yilda Omuxda yem ishlab chiqarish zavodi, 2021-yilda inkubatsiya sexi va tovuq go'shtini sanoat usulida so'yib tayyorlab beradigan avtomatik liniyalar, 2022-yilda ikkinchi fabrika qurilishi, 2026-yilda esa 3-fabrikaning ishga tushirilishi kichik tashabbusning yirik hosilasi. Gollandiyaning eng so'nggi zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan fabrikasi. Bu yerda inson Gollandiyachilik chorvachilikda eng yetakchilardan texnologiyasi. Shunday, xuddi shunday. Bu yerda hozir inson omili juda kam. Hamma o'sha jo'ja boqish uchun kerakli bo'lgan hamma ishlarni eng so'nggi zamonaviy aqlli texnologiya bajaradi. Kirish, chiqish juda qattiq nazorat qilinadi. Mana bu yerda hozirgi jo'ja tashalgan bitta seximiz eng so'nggi zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan. Mana bu yerdan turib jo'ja boqish uchun mana graduslari mana bu yerda ko'rinadi. Graduslari son-sonda ko'rishingiz mumkin. Kerakli bo'lgan gradus va jo'jani his qilish gradusi. Jo'ja qaysi issiqlikda, qaysi darajada turibdi hammasi. Yem ostatkasi mana bu yerda turadi. Qancha litr suv ichgan. Mana shu kunda jo'jani hozirgi kundagi kilogrammi. Chunki tovuqchilar bilasiz, yem qancha yediryapti, birinchi kun norma standart bo'yicha necha gram bo'lishi kerak, fakt necha gram. O'zi stabillashib mana shu yerda olib boradi. Jo'jani tashlangan kunidan boshlab nechta jo'ja tashagansiz, mana shu yerda kiritib borasiz. Hammasi kompyuterlashtirilgan. Hammasi kompyuterlashtirilgan. Yemigacha, suvigacha, kilo olishi ham. Kelasiz, misol uchun mana bu yerda yem ostatkasi qancha qolganigacha aytib turadi. Agar yem kamroq qolaversa, signal chaladi. Keyin yemga zakaz berasiz. Bu bilan chegaralanib qolmasdan telefonga ham ulangan. Telefonga o'zi krasniy signal keladi. Mana bu yerda ventilyatsiya tizimi hammasi kompyuterlashgan. Jo'jani birinchi kundan to o'sha yashash payti 40 kun, 45 kungacha qaysi holatda turishi, gradusi qanaqa bo'lishi hammasi o'zi avtomatik tarzda boshqarib boriladi. Qachon mana bu shaxtalar ishlash kerak, qachon fortichkalar ochilishi kerak, hammasini o'zi boshqaradi. Isitish, qachon pushkasi yonadi, qachon o'sha o'chadi, qachon mana bu ventilyatsiya havoni qorib turadi. Har bitta sexga 35 mingtadan jo'ja tashlanadi. Nechta sex o'zi? Mana shunaqa yangi fabrikamizda 8 ta sex bor. 35 ming tonnadan. Bu bitta sexdan agar xalqimizga yetkazib beradigan go'shtimiz 90 tonna, 91 tonna go'sht yetkazib beramiz. 8 ta sexdan shu 728-725 tonnalar go'sht yetkazib beramiz. 45 kunning o'zida. 45 kunning o'zida. Jo'jani kuzda sanaymiz degan gap Jondor tumanidagi ushbu fabrikaga hech ham taalluqli emas. Ona tovuq o'rnini bosa oladigan aqlli texnologiya mahsulot hajmini va sifatini yaxshigina oshirdi.
Aytaylikki, masalan, qishloq sharoitida tovuq bosiriladi. Buvilarimiz, onamiz tovuq bosirsa, albatta u tuxumini o'zidan nima qilib turadi? Aylantirib turadi tuxumni. Aylantirib. Sababi bir joyda turgan tuxum u ochmaydi, urug' bermaydi. Shuning uchun bir kun qarasangiz bunaqa, bir kun qarasangiz xuddi shu narsa mana shu inkubatorda jamiki inkubatorlarda shunaqa bir mana shu narsa hozirgi holatni bir ko'rsatib o'tamiz. Mana bu bunaqasiga tursa, keyinchalik esa bunaqasiga turib o'zgarib boriladi. Tovuqni vazifasini bajaradi. Parrandachilik fabrikasi joylashgan hududning yeri toshloq. Maxsus texnika bilan yer kavlanib, unumdor tuproq solinsagina ekin ekib, imorat qursa bo'ladi. Mana shunday katta kengliklarda fabrikalar barpo etish uchun insonda ulkan matonat, sabr va shijoat bo'lishi kerak. Mana bugungi kunda 98 ta parrandachilik korxonalarimiz faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, shundan 12 tasi bu sanoat usulidagi yirik korxonalar tipga o'tdi. Bu korxonalarimizning juda katta yutug'i biz kooperatsiya shaklida korxona bilan fuqarolar, ya'ni mahallalar o'rtasida bir mahsulot, bir mahalla tamoyili asosida ishlarni yo'lga qo'yganimiz, bu parrandalar bosh sonimizning yil yakunida 1 million 200 boshga ko'payishga erishildi. Albatta bu bilan biz to'xtab qolmaymiz. Mana faoliyat ko'rsatayotgan hozirgi kunda 5 ming, 10 ming boshgacha ona tavug'i mavjud bo'lgan fabrikalarimizni biz 26-yilda buni 45-50 ming boshga ko'paytirib, kooperatsiya shaklida aholi xonadonlarda biz bir kunlik jo'jalarni yetkazib berib, uni mahsulotini qayta olish tizimini yo'lga qo'ymoqchimiz. Bu bo'yicha maxsus loyihalarni biz qabul qildik, bugun tasdiqqa kiritdik. Albatta viloyatimizning parrandachilik yo'nalishida o'zining o'rni, salohiyati mavjud. Ayniqsa mana shu 98 ta parrandachilik xo'jaliklarimizga ajratilgan ozuqa yer maydonlaridan samarali foydalanish hisobidan bugun xo'jaliklarimizda biz ozuqa mustaqillikka erishdik. Ya'ni 4700 gektar asosiy maydonlarimizda bugun parrandachilik xo'jaliklari uchun don mahsulotlari o'zlarida ishlab chiqarish tizimi yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari mana veterinariya hamda chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi, parranda sanoat uyushmalari bilan hamkorlikda biz dunyoning 15 ta mamlakati bilan bugun parrandachilik sohasida tajriba almashishni yo'lga qo'ydik. 2025-yilda parrandachilik yo'nalishida qancha bir odamlar ish bilan ta'minlandi? Albatta asosiy e'tiborimiz bu mahsulot ishlab chiqarish bilan birga bu aholini, mahalladagi yoshlarimizni, mana yoshlar daftari, ayollar daftaridagi fuqarolarimizni doim bandligini ta'minlashni biz juda katta o'zimizga reja qilib olib, 2025-yil yakunida o'sha 7 ta yirik sanoat usulidagi parrandachilik korxonalarimiz bilan 47 ta mahalla o'rtasida amalga oshirilgan kooperatsiyamiz hisobidan 14 ming nafar fuqarolarimizning doim bandligi ta'minlandi va bugungi kunda ularning oilaviy daromadlari o'sishga erishildi. Endi katta yutug'imiz mana shu ishsiz bo'lgan fuqarolarni ana shu xonadonlarda parranda tashkil qilish hisobidan biz 25-yil yakunida 22 nafar fuqarolarimizning o'zlari yakka tadbirkor sifatida korxona ochib, o'zlarining xonadonlarida parrandachilikni rivojlantirishni yo'lga qo'ygani bu biz uchun juda katta yutuq hisoblanadi. 2026-yilda biz parrandachilik tarmoqlarimizni kengaytirish, ularning zamonaviy innovatsion texnologiyalarni jihozlash bo'yicha juda katta dastur qabul qildik. Mana bugungi kunda faoliyat ko'rsatayotgan, kunlik quvvati juda past bo'lgan korxonalarimiz ro'yxatini shakllantirib, ularni tijorat banklarimiz bilan hamkorlikda ularni faoliyatini kengaytirishni, ularga zamonaviy ilm, bilimni joriy qilishni hamda chetdan malakali mutaxassislarni jalb qilib, o'sha fabrikalarimizning to'la quvvat bilan ishlashini ta'minlash bo'yicha juda katta dastur loyihalarni amalga oshiramiz. Mahalla bilan ishlashni, imkoniyati bor xonadonlarimiz, imkoniyati bor fuqarolarimizni xonadonlarda tuxum yo'lanishda hamda go'sht yo'lanishda parrandalarni boqishni yo'lga qo'yish bo'yicha juda katta loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirganmiz. Bu
Buxoro viloyatining Jondor tumani cho'l bag'ridagi bu mo'jiza ijodkorlari begona emas. Ular mana shu yerlik xalq, shu zaminning fidoyilari, azamat yurtdoshlarimiz. Ular bu yerda yangi O'zbekiston islohotlarini katta ishonch, ezgu maqsad va ilg'or g'oyalar bilan hamohang amalga oshirmoqda. Kecha qanday edi? Bugunchi? Bugun qanday? Bugun hayot tarzi ham, o'zimiz ham o'zgardik. Istiqbol, maqsadlar ham o'zgargan. Hamma narsa inson va uning manfaatlari uchun.